nechta o'zini baxtli ko'rsatayotgan yolg'iz ayollar internetda kechasi yostiqqa boshlarini qo'yib uvillab yig'lab yotishadi. To'g'ri. Ishoning. Hozirgi ayollar ko'p o'rganib olibdi, psixologlarga borishib. Oilani mustahkam qilishlik uchun har xil videolar qilayotgan ayollarimiz bor, psixologlar. Psixolog. Oila qanday vaholanki o'zlari ersiz To'g'ri. yoki 2-3 yerdan chiqqan. To'g'ri. Nimaga o'zlari o'shanga itoat qilishmagan? Chunki ular xuddi shunaqa pul topib boshqalarga yaxshi ko'rib qolishganlar. Itoat qilmaydi unaqalar. Tabibni o'zi bemor deydi. Xuddi shunaqa. Ular itoat qilmaydi. Ular chunki pul topib boshqarishni o'rgan bo'lgan. Ular kimdirlarga shuni o'rgatdi, buni orqasidan pul topib, o'zi bajarmang. hayotini nima ovqat qilaman, unga qarayman. Nechta o'zini baxtli ko'rsatayotgan yolg'iz ayollar internetda kechasi yostiqqa boshlarini qo'yib uvillab yig'lab yotishadi. To'g'ri. Ishoning. Nechta o'zlarini baxtli qilayotgan, o'zlari zo'r komfort hayot yashayapman, xohlagan mashinam, xohlagan pulim, xohlagan uyimda yashayapman, bolalarim yonimda deyotganlarning ko'pi tunlari yostiqlari ho'l holatda yig'lab yotishadi. O'zlari yolg'iz. Ayol kishi yolg'izlikni ko'tara olmaydi. Bular faqatgina aytayman, videoda kulishib, videoni qo'ygandan keyin kayfiyatlar tushib qoladi unaqa. Shunaqada Virtual. uydagi o'tirgan ayollar nimaga bu mamlakat qilib yuribdi, hayoti zo'r ekan, значит eri yo'q, lekin zo'r yashayapti, yashashini qara deydi, lekin bilmaydiki, masalan shu gul sotadigan tanishlari bor, boshqa borda, o'shalar ham aytadi, qizlar o'ziga o'zi gul sovg'a qiladi deydi. Tushunyapsizmi? Oldin g'iybatga yo'yishdida shuni ham, lekin rostda fakt. Shunaqa. Prosta boshqa ayollarni ongi buzilyapti-da.